için Şarkı Türkistan sürgündeki hükümeti Amerika hükümetinin parlament binasıda, yani Amerika'nın payitahtı Washington'daki US Congress, yani Capitol Hill deb atıladigan gümbaz şekillik dünyaga meşhur bo'lgan Xalq qurultayı zalida e'lon qilindi ve Xitoy ve Xitoycha munofiqlarning noroziligiga hech pisand qilmasdan Aqsaroyning yanidagi Washington mehmonxonasida qurilib, yana shuning yanidagi dunyoga mashhur National Press Club, yani Dünya Milliy Axborot klubida o'zining asos qonun ve parlamentini dunyoga jakardi. Agar sen Amerika hükümeti resmi tunup qo'liga bu haqda salohiyat kinishkisi tarqatilgan hükümet yoki davlat yoki organlarni tunup qo'lida bu haqda salohiyat kinishkisi bo'lmagan hükümet yoki organlarni tonimasang, undaqda sen Amerika tarafidan sen degandek salohiyat kinishkisi chiqarib berilgan bosqinchi Xitoy Xalq Cumhuriyatini tunib, qo'lida undaq salohiyati bo'lmagan Tayvan hükümeti ve Tibet'nin sürgündeki hükümeti, şundaqla bununla o'xshash dünyadaki nurg'ulligan o'zlarining mustaqilligi uchun kurash qilayotgan, lekin qo'lida sen degandek resmiy salohiyati bo'lmagan vakolatsiz millatlarning hech birini tonimaydi ekansan da. Agar tonimaydigan bo'lsa, nima sababdan yuqorida izhor qilingan Tayvan, Tibet, Mongoliya qatorliq nurg'ulligan vakolatsiz millatlar bilan biz Uyg'urlar yoki Sharq Turkistonliklar taqdirdosh deb boshqalarni ham o'zinglarni ahmoq qilib o'ynaysizlar. Agar sizlarda Amerika resmiy tunigan Xitoyni tuniyman desanglar, o holda dünya jamoatchiligi oldida Xitoy qarshi elib berayotgan da'voyinglarning zodi ahmiyati nima? Sizlarning bu qilmishinglardan nima sababdan abdunumchi bo'lib chiqqanliklarini aniq ko'rib olgan bo'ldi. Chunki Amerika resmiyatda Sharq Turkistonni emas, Xinjiang Uyg'ur abdunum rayonini Xitoyning bir qismi deb tuniganligi uchundir. Shuning uchun sizlarning Abdul Aziz Maqsumning gibidek o't zaman yegan maxluqlardek boshqalarning nuqtasiga beshini tikib yuradiganlardan hech qanday farqinglar yo'q. Va bu sababdan sizlarning vatan millatga vakillik qiladigan salohiyatinglar yo'q. Ya'ni men bu yerda shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, biz Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun mujodala qilayotganlar kimlar tarafidan elib berilishidan qat'iy nazar demokratiya, erkinlik, inson haqlari uchun elib berilgan har qanday harakatni yurakdan desteklaymiz, qo'llaymiz. Lekin biz ularning toki yurtimiz mustaqillikka erishganga qadar amalga oshmaydiganligini obdan bilamiz. Bular vatan ozod bo'lgandan keyin osonla hal qilinadigan masalalardir. Ammo bu iboralarni boshqalarning qulig'iga xo'sh yoqadigan yoki ancha-muncha bizga suyak tashlab beradigan deb tamaxurlik qilib, bu shiorlarni haddidan ziyoda ko'k ko'tarishning o'zi boshqalarning nazarida bu shiorlar ostida harakat qiluvchilarning asosli da'vosi shu erkinlik yoki demokratiya bo'lib, tunilishdek bir xatarlik natija kelib chiqdi. Buning alomatlarini va ziyonlarini biz mustaqillik da'vosi qilayotgan kishilar obdan bilib turibmiz. Bizmi inson haqlaridan ve Xitoyning yurtimizda elib berayotgan qirg'inchiliklaridan davomli so'z aytamiz, yani tilga olamiz. Faqat ishg'ol ostidagi yurtimizning mustaqillik davosini obdan anlatgandan keyin
insan haklarını dəfsindi qilish barmı bu cihanda? Bunu tilga almay başqa uşaq-çüşək, tug'uchaklash, ishsizlik, etib itish, suluv itish, kamsitish hadislarni başta o'rtaga tashlab olsang, sening da'voyingning Xitoy kommunistlariga qarshi da'vo qilayotgan demokratiyachi, Falun Gongchi Xitoylardan yoki dinlari bizning dinimizga o'xshashda dahshatli qilinayotgan Xitoy xristianlarining da'vosidan zaten nima farqi bor? Uning ustiga erkinlik, demokratiya va inson haqlaridan so'z açsam, buningga Xitoy qilch qabul bo'lib ketmasdan, bizda bularning hammasi bor. Lekin kamchalisini asta-asta to'liqlab ketamiz. Bizni g'arb ellariga selishtirmay sabr qilib o'tirib turinglar deydi. Avtonomiyadan gap açsam, uningga berilgan javobi tayyor. Biz sana avtonomiyani bergini 50 yil bo'ldi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni degan avtonomiya bo'lmaydimi deb oldinga kirib olib, og'zini tuvaqlaydi. Ammo mustaqillikdan so'z açsam, diktator o'rilib seni o'lim jazosiga hukm qildi. Nimishqa? Baştikilerini sana bersimi, Xitoyga ancha ziyni yo'q. Xitoyga ziyni bo'lmagan narsaning sana ancha foydasi yo'q. Lekin oxiristikini, ya'ni mustaqillikni sana bersa, u vaqtda Xitoy hammadan qurib qoladi. Xitoy hammadan qurib qolganda sen yo'qtib qo'ygan hamma narsanga qayta erishgan bo'lsan. Buning sana foydasi bor. Shunga başqa quruq gapga esilib olmay, da'voning nan tegadigan yerini tepib qilishni bilishimiz lozim. Agar da'voning nan tegadigan yerini qanday tepib qilishni bilmasang yoki bilgan taqdirda ham qilishni xohlamasang, budishqaqdek cho'ng da'voga esilib olib, ming bir mushaqqat ichida tuzilayotgan ishni buzmay, biladiganlarga yoki qiladiganlarga berib, sen o'zingning chami yetadigan va o'zing hozir qilayotgan yoki qilmoqchi bo'lgan kichikroqlarini qilaversang, hech kisi sana unda qilma demaydi. Biz hozirgacha bundaq vatan millatga xizmat qilish niqobi ostida bilib bilmay Xitoyga ishlayotgan ikki yuzlamachilarning haqiqatga qaytishi uchun sabrlik bilan nurg'unlagan fursatlarni bergan bo'lsaqmi, lekin gunohini tunib tövbe qilish uyoqda tursin, bizning abdi beshirimizni bular bilib qolamdigan. Agar bularni bir amal qilib yo'qotmasak yoki hech bo'lmaganda qo'limizdan kelgan har xil chora tadbirlar bilan yolg'iz qoldirmasak, bular cho'qim bir kuni bizning kekirdigimizdan oladi deb ensirab, Xitoyning ko'ziga mix bo'lib qadilayotgan xalqarodagi Sharq Turkiston mustaqillik harakatining simboli bo'lgan hukumatimizga ochiq oshkora Xitoydan g'oljirlarcha hujum qilmoqda. Neticada bu Sharq Turkistonning mustaqillik davosini avtonomiya saviyasidan oshirmay tutib turishga Xitoy va Xitoychilar bilan sodalashgan siyosiy dallallarning kundan kunga avjiga olmoqda bo'lgan buzg'unchilik harakatlar tufaylidan yurtimizning mustaqillik yo'lida qurban berayotgan xalqimizning qon teri